Judayam asalim bo'lgan ko'ylaklardan keldi. So'riklet filialimizga o'rtoqlar. Shifon ko'ylaklarimizni men sizlarga birinchi narxidan boshlayib, bunaqa ko'ylaklarimiz, bunaqa sifatga aslida 300 mingdan ancha baland chiqish kerak. Pashti 400 mingga yaqin chiqish kerak. Lekin sizlarning o'ylagan holatda shu ko'ylagimizdan bor yo'q 295 ming so'm qilib beramiz So'riklet filialimizda. Qulayliklari ichida umuman ko'rinmaydi. Ichidan o'zini rangida bo'lgan astarlari ham bor. Hijobli ayol qizlarimizni bemalol ikkilamay kiyaverasizlar. Agarda bu keng variantda sizlarga roda poda tuyulsa, olasizlar akkuratni qilib belbonlarni taqoysanglar ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, agar ko'ylagim yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Opajonim, siz uchun To'zel korzinkani birinchi qavatida joylashgan filialimizda juda ham ko'p yengilliklarimiz kelgan. Variantlarni ko'rsataman. Ustimdagi eng sevgan fistashka rangimdan, xohlasanglar mana rozvoy rangimdan bor. O'zini rangiga moslab ichida astarlari bor. Bemalol ikkilamay ovurasizlar. Razmerda muammo yo'q, standart bo'lishiga qaramasdan 42 dan 50 razmerga ikkilamay to'g'ri keladi. Mana bu variantlarni qaranglar. Naqshlarga moslab chiroyli ro'mol sharflar ham qilib beramiz. Mana bu varianti menga eng ko'p yoqqan varianti bo'ldi. O'zingizlarning vkusingizga yoqqanidan So'riklet filialimizdan olib ketsanglar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.